kecha kokteyl ichaman deganimda qizlar yozishganda qanaqa kokteyl retseptini bering deb. Haqiqatan bu kokteyl bilan chiroyli qomatda ozdim, ya'ni keraksiz joylarimdagi jirlik chiroyli bo'ladi-ku, bilasiz-ku, qanaqa chiroyli ozganingizni ham energiya bilan ozdim. Unaqa qilib hech narsa yoqmayapti degan narsa bo'lmadi-da. Turmush o'rtog'im mana zaldan chiqqanlardan keyin ularga chopperda banan, sut, yana qanaqadir vitaminlarni aralashtirib kokteyl tayyorlab beraman. Ammani kokteylimda hech qanaqa retsept yo'q qizlar. Sizlar sutga tayyorlasangiz ham bo'ladi, men suvga tayyorlayman, yanada ozdirish uchun. Albatta bu Enel'da kokteyli. O'tgan safar qovunli kokteyl bilan ozganim, bu safar glosligini tanladim. Glosligini ta'minga rosa ham yoqdi. O'sha kam ham qoldi, ko'rsanglar bo'ladi. Mazza qilib ichdim. Aytganimdek, ko'pchilik ozganda hech narsa yoqmaydi, ishlar qilish bo'lib qoladi kaloriya ketgani hisobiga. Bunda energiya bilan ozasizlar, realni qizlar. Вообще yoqdi.